3 xona 105 kvadrat metrga tushgan Novostroykamiz sotuvga qo'yildi. Shayxontohur tumani Drujba Narodov oldida mehmonxona qismini ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qilib maxfiy mebellarni joylashtirib qo'yishgan ekan. Buyog'imizda esa stol zonasini joylashtirib qo'yishgan. Juda ham kenggina mehmonxonamiz. Remonti 100% attachentadan qilingan ekan. Hamma xonalarimiz alohida bir koridor orqali kiriladi. Kuxnya mebellarni ko'rishingiz mumkin. Oppoqqina qilib sifatli kuxnya mebellardan foydalanib remont qilib qo'yishgan ekan. Oshxonamiz ham juda ham keng, ayollarimiz xohlagandek. Buyog'imizda esa bitta detskiy yotoqxonani ko'rishingiz mumkin. Bunda ham hamma sharoitlarimiz bilan tayyor holatda. Ikkita ordinarniy kravat, konditsioner, shkaflargacha tayyor holatda turibdi. Va kattalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Bunda ham 9 panelni chiroyli qilib joylashtirib qo'yganiga qarang. Va bu yoqda shkaflarimizgacha o'rnatib qo'yilgan. Sanuzellarimiz ham razdelni joylashgan. 9 qavatli binoning 7-qavatida joylashgan 105 kvadrat metr 3 xonali xonadonimizda 176 ming AQSh dollari so'ralyapti. Kelishadigan joylari bor.